2026 yilgi yangi Chevrolet Orlando oilaviy avtomobil segmentiga zamonaviy dizayn, keng salon va kundalik hayotga mos texnologiyalar bilan qaytib kelmoqda. Ushbu model ko'p yillar davomida amaliy va ishonchli avtomobil sifatida tanilgan bo'lib, 2026 versiyada u yanada zamonaviy ko'rinish, yaxshilangan texnik ko'rsatkichlar va qulayliklarga ega bo'ldi. Chevrolet Orlando asosan katta oila, sayohatni yoqtiradigan haydovchilar va bir avtomobilda ham qulaylik, ham tejamkorlikni xohlaydiganlar uchun ishlab chiqilgan. Yangi avlod Orlando tashqi ko'rinishidan tortib, ichki makonigacha butunlay yangicha ruhda yaratilgan. Tashqi dizayni avvalgi modellarga qaraganda ancha agressiv va zamonaviy. Old qismida Chevroletning yangi avlod radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u xrom va qora rang kombinatsiyasida ishlangan. Old LED faralar yanada ingichka va keskin shaklga ega bo'lib, kunduzgi LED chiroqlar bilan uyg'unlashadi. Bu esa avtomobilga premium sinfga yaqin ko'rinish beradi. Bamper dizayni ham sportcha uslubda bo'lib, havo kirish kanallari kengaytirilgan. Yon tomondan qaralganda, Orlandoning tanasi silliq chiziqlar bilan bezatilgan. Eshiklar ostidagi relyeflar avtomobilga dinamik ko'rinish bag'ishlaydi. Katta o'lchamli alyuminiy disklar, tom usti relslari va keng gildirak arkasi uni oilaviy minivan va crossover oraligidagi ideal variantga aylantiradi. Orqa qismida LED fonarlar zamonaviy grafikaga ega bo'lib, yukxona eshigi keng ochilishi bilan qulaylikni oshiradi. Saloniga o'tirganingizda birinchi bo'lib kenglik va ergonomika seziladi. Chevrolet Orlando 2026 modeli 5 yoki 7 o'rindiqli konfiguratsiyada taklif qilinadi. O'rindiqlar yumshoq, uzoq safarlar uchun qulay bo'lib, sifatli mato yoki charm bilan qoplangan. Old o'rindiqlar elektr sozlama va isitish funksiyasiga ega bo'lishi mumkin. Yuqori komplektatsiyalarda esa shamollatish funksiyasi ham mavjud. Ikkinchi qator o'rindiqlari siljitiladigan bo'lib, orqa yo'lovchilar uchun oyoq joyi yetarli darajada keng. Uchinchi qator. 2026 Chevrolet Orlando kundalik hayotda juda qulay avtomobil hisoblanadi. U bolalarni maktabga olib borish, ishga qatnash, shahar ichida harakatlanish va dam olish kunlari oilaviy sayohatlar uchun birdek mos. Keng salon va moslashuvchan yukxona uni kichik biznes egalari uchun ham foydali variantga aylantiradi. Yoqilg'i tejamkorligi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining nisbatan pastligi Orlandoni iqtisodiy jihatdan ham maqbul tanlov qiladi. Dizayn, texnologiya va amaliyot uyg'unligi bu avtomobilni o'z sinfida raqobatbardosh qiladi. Chevrolet brendiga xos mustahkamlik va ishonchlilik 2026 Orlandoda ham saqlanib qolgan. Ushbu model zamonaviy oilaning ehtiyojlarini hisobga olgan holda yaratilgan bo'lib, har bir detal qulaylik va xavfsizlikni oshirishga qaratilgan. Agar siz keng, zamonaviy, tejamkor va ko'p funksiyali avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Orlando albatta e'tiborga loyiq variantlardan biri hisoblanadi. Bu avtomobil nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki qulayligi, texnologik imkoniyatlari va ishonchli texnik qismi bilan ham haydovchini o'ziga rom etadi. Yangi avlod Chevrolet Orlando 2026 oilaviy avtomobil tushunchasiga yangi nafas olib kirib, kundalik hayotda haqiqiy yordamchiga aylanadi. 2026 Chevrolet Orlando kundalik hayotda juda qulay avtomobil hisoblanadi. U bolalarni maktabga olib borish, ishga qatnash, shahar ichida harakatlanish va dam olish kunlari oilaviy sayohatlar uchun birdek mos. Keng salon va moslashuvchan yukxona uni kichik biznes egalari uchun ham foydali variantga aylantiradi. Yoqilg'i tejamkorligi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining nisbatan pastligi Orlandoni iqtisodiy jihatdan ham maqbul tanlov qiladi. Dizayn, texnologiya va amaliyot uyg'unligi bu avtomobilni o'z sinfida raqobatbardosh qiladi. Chevrolet brendiga xos mustahkamlik va ishonchlilik 2026 Orlandoda ham saqlanib qolgan. Ushbu model zamonaviy oilaning ehtiyojlarini hisobga olgan holda yaratilgan bo'lib, har bir detal qulaylik va xavfsizlikni oshirishga qaratilgan. Agar siz keng, zamonaviy, tejamkor va ko'p funksiyali avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Orlando albatta e'tiborga loyiq variantlardan biri hisoblanadi. Bu avtomobil nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki qulayligi, texnologik imkoniyatlari va ishonchli texnik qismi bilan ham haydovchini o'ziga rom etadi. Yangi avlod Chevrolet Orlando 2026 oilaviy avtomobil tushunchasiga yangi nafas olib kirib, kundalik hayotda haqiqiy yordamchiga aylanadi.